Yo barchaga salom do'stlar. Kechagi video Vyjivaniya videomizni birinchi qismida kommentlar vashshi bomba bo'libdi. Hozir ekranga chiqaraman. Like 16 ta bo'lib ketibdi. Buni ko'rib vashshi mazza qilardim. Motivatsiya 1000 bo'lib ketdi. O'shanga bugun montajlar qilib video olyapman. Hop do'stlar, bo'lmasam men Vyjivaniya videoning ikkinchi qismini boshladim. Sizlar videoga like bosib 30 ta like qilib bersalaring, keyingi video chiqadi. Bo'lmasam like bosib obuna bo'lib turinglar. Ha, keyin do'stlar kommentariyaga qanaqa o'yindan video olishimni ham yozib ketsalaring, o'shandan video olaman. Bo'lmasam men videoni boshladim. Hay. Okay. O'tgan safar ishda qolib ketdik. Orqada temirlar pishyapti oltin bilan. Bo'lmasam boshladik. Kameramni to'g'rilab olsam bo'ldi. Hop. Tilla pishdi, bo'ldi. Temir ham pishdi. Nice. Anetga tushamiz bo'lmasam. Ha, tushib ketdim. O'zi go'sham yo'q, jonim ham kam. Xavfli joylarda yuribman. Creeper kelib qolsa, Creeperdan qo'rqyapman. Eng yomoni. Toshlik erkamizni sindirish kerak. Va bekorga turibdi. Zombi o'zi. Nima qochyapman? Go'sht ber. Shu zaharli go'sht bo'lsa ham yeyveraman. Bormikan? Yo'q. Tushmabdi go'sht. Hop, men ham temir bor ekan. Vobshe mazza qilyapman temirga ko'milib. Do'stlar, sizlar addushi like bosishlaring kerak. Vobshe yarim soatlik vaqtim ketdi shu montajga. Yarim soatdan ham ko'p ketdi. Endi bu yerdan suruvimiz bo'lmasam sekin. Hop. Ha, qarib. Shitdan. Creeper ovozimiz. Voy zayn. Hop, bo'lmasam bularni olib ketamiz. Tepaga suraylikmikin deb turibman. Nima deylar? Fakel olib ketaylik. Hop, jigarlar bo'lmasam shu yerdan tepaga suramiz. Hop. Qo'y. What the fuck? Temir chiqdi. O'zi. Buncha omad qaytdan desalaring kut yuvish kerak. Yuvib berish kerak. Tepaga kovlasam ham temir chiqyaptimi? What the fuck? Hop, bo'lmasam ketdi. Qorong'ida ham ketaveramiz. Hop do'stlar, qarochi tepaga chiqqanidan keyin kamerani yoqaman. Hozir o'chirib turibman. Mana toshlik ekan, sine deyapti, loyga yetib keldik. Yer. Toshlik erkam sinmadi. Ozgina qolgan kuchligan. Hop, betlar tanish, o'rgimchaklar. Endi ovqat topish kerak. Qarochi mol topish kerak. Molmi? Sigirmi tavsa? Bitta pishirib tiqamiz. Qishloq tovusi ham yaxshi edi. Gullar vobshe ko'p joyga kelib qolibmiz o'zi ham. Hop do'stlar, mana bu yerda yana temir bor ekan. Sekin asta tushish kerak betga bo'lmasam.
Sakraymi? Ketdi. Ikkita jonim bor xolos. Sakrab bemalol yurishdi. Hozir siklet chiqib bitta otadi. Alloh bolam. Hop, toshlik yelkasida. Yanetdan chiqish yo'li yo'q menimcha. Temir bor ekan, menimcha ham temir. Bilyat, pastga tushib ketib o'lardim hozir. Voy Zaynab, pastga tushish kerak ekan balla. Sekin, shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Voh, hozir tushib ketib qolsam o'laman. Fakil. Zaynab betlada zombi bo'ladi, hozir o'lib qolaman. Shuncha yig'ganim ko'tiga kiradi. O'shaning uchun mendan tezda chiqib ketish kerak. Qo'rqyapman-da. Shuncha yig'ganim prosta tiqadigan joyiga tiqib yuboraman. Dan surish kerak yaxshilikcha. Go'sht olmayapman. Go'shtim bitta qoldi. What the fuck? O'z tugadimi ham? Mol chiqinglar, shuncha hayvon qaytdi. Yegani narsa yo'q. Voy, say. Voh, anetta ovqat bor ekan, cho'chqa. Hozir yemasak o'lamiz, endi majbur. Baba o'yin-ku. Voy, ana, jon ketibdi. Jon ketibdi. Bir go'sht ber. No. Wait. Wait. Go'sht bermadi harom. Voy, billa o'ldim malla. Qo'ydi. Tez pishir. Ber. Ber tezroq, ey, o'laman. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, nima panika qilyapsizlar? Panika qilmanglar. Endi yuguramiz, lekin yarimta yuray. Shuni sakrab olsa bilmasdan yetamiz. Qo'y. Zaynab bitta. Voh, to'g'lar. Chicken. Qornimiz to'yadi hozir jigarlar, addush jonimiz full bo'ladi. Bittada ular mazza. Oh, mana bitta. Sakrab birorta joyga tushib ketib qolmasam bo'ldi. Chap ber. Tursalani. Mol. To'xta. Endi to'xta. Shetlardan yuqiraveramiz. Birinchi pechga qo'yib ovqatlar pishirib ana verstak. Mana buni qo'yamiz. Yana pechga kerak balla.
Bitta divan, pechka. Pechka qani? Mana. 4 ta pechka yetar. Ortib ham qoladi. Yarmini qo'y. Hop. Mana ulardan ko'mir olamiz-da. Bunga beramiz ko'mir. Bunga ham bitta ikkita. Ortamiz to'ydi balla endi. Uy quramiz. Bitta ketmon kerak. Toshlik. Hop. Ketmon qani? Ketmon deyman, mana bu nima edi? Lapati. Hop. Loreli keyin quramiz. Kechqurunda zombilar itarib ketishmasin. Creeper bilan ayniqsa. Eshik mana. Bu tomondan eshik qo'yamiz. Endi do'stlar uyni qurib olib videoni yoqaman. Do'stlar toshimiz kam ekan, men uni qilmoqchiman uyni yonlarini tosh bilan qilmoqchi edim. Tosh kam ekan. Do'stlar, bunday qilib. Nima demadi? Короче, nimaga bitta bunday qilamiz, bitta pechka. Pechkaga toshimiz yetmayaptimi shunda? Bitta dona tosh bor ekan. Hop do'stlar. Hop endi tomni qilamiz. Tomga hop taxta qilamiz tomni. Tosh. A few moments later. 24 ta tosh bilan 1 stak tosh. Yomg'ir yog'ardi. Endi o'ynak. Uni oyna yetib ortib ham qoladi. Mana loyni sindirib yuboramiz. Uxlasa bo'lmas ekan, yo'qsa uxlab yuboramiz. Yong'ir o'tib ketdi. Hop, endi bitta mana endi. Bu tomonda hech narsa yo'q, faqat divan. Temirdan kiyinamiz full. Hop do'stlar, shu bilan bugungi videomiz tugadi. Mana uy ham qurdim. Temirdan kiyindim, mana shu
shuncha narsa qildim. Videoga like bosib, obuna bo'ling.